Assalomu alaykum do'stlar, hammaga yaxshimisizlar? Bugungi yangi videolarni post bilan chiqyapman. 1-2 kundan beri chiqmadim. Bugungi bizning oshimiz osh plovni albatta nukus 2 guruchlar bilan tayyorlangan va maxsus bunday nimaga idishga solganman. Nima deydi o'zbekchada? Shu salonli deydi bizlarda. O'zim salonli deb ismini qilaman. Aytaman. Palov va plov osh bilan zo'r kelyapti. Nukus 2 bilan toshkentliklar plov osh qilib ko'rganmi? Yaqin orada men Toshkentga ketaman. O'sha 4-5 kundan 3 kundan Nukus 2 guruchlarni olib boraman va shu nimadagi oshpazlarga Nukus 2 guruchidan osh tayyorlashini aytaman va tayyorlab ko'radi va damini baho beradi. Ungacha o'zimizlar to'yib yeb olamiz. Ko'rishguncha obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.